Ayol kishini topgan pulida erining haqqi bormi? Oddiy savol, lekin javobi o'ylashimcha murakkab bo'ladi. Yo'q. Umuman yo'q. Bular yo'q deyapti, lekin erining haqqi bor-da. Aferin, gari qoyilman. Agarda eri bo'lsa, haqqi bor, albatta. Siz bilan meni fikrim juda o'xshar ekan. Biz doim uchrashib turishimiz kerak ekanda. Erinikida ham uni haqqi bor, bunikida ham erini haqqi bor. Demak, ayol kishini ishlashi nepravilni. Erkak kishini o'zi boqish kerak. Uylandimi, hamma narsani bo'yniga oladi erkak kishi. Men nepravilni deb o'ylayman. Haromdan bo'lganlar ishonchi qilganimni ko'rdingmi? Ishonchi qilganim ko'rdingmi? Erini haqqi yo'q. Qanaqa ishlatilishi kerak bu? Yo'q, u ayol kishi o'zi ishlamasligi kerak birinchidan. Ishlatilgan pulni o'zi oilaga ishlatish kerak. Erkak kishining haqqi bor, işte ayolni ishlatmasdan uyda o'tirgandan keyin oyligini hammasini olib berish kerak. Bo'ldi. Tushunmadim. Nima haqida gaplashgan bo'lyapmiz hozir? Menimcha bor shekilli, chunki er xotin teng huquqli bo'ladi-yu. Yurtimizda hamma teng huquqli. Yo'q, menimcha. Yo'q, umuman yo'q. Endi ayol kishining o'zining ehtiyojlari bor. Menimcha shundan ortmasa kerak deb o'ylayman. Shunaqa ham qiz bo'ladimi? Bu ko'p kino ko'rishni oqibati.